Nima deyapti shamolda ham? Shamolda bitting olmaydi bu. Assalomu alaykum ahlito, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kami pechkamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Qalaynovga o'rnatib berdik. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shamol kelyapti. Umuman tutun qaytarmaydi. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar. Tortishlariga bitta like bosib qo'yasizlar. Yengil qo'l kuydi. Pechkani oldi tomoni 1.5 likdan gaz o'rnatmoqchi bo'lsalar, mana chap tomondan keladigan bo'lsa gaz, chap tomondan tiqiladi. O'ng tomondan keladigan bo'lsa, o'ng tomondan tiqiladi. Olovni tezlashtirmoqchi bo'lsalar, mana shu ikkovini ochib qo'yasizlar quloqchalarni. Bir 5'lik ikkita xonani bemalol isitib beriladi. Tozalanadigan joylari ochib, to'lib qolganda, tutun qaytarganda pechka tozalanadi. Xizmatlar vodiy bo'ylab pechkalarni olib qo'ygan bo'lsalaring ham borib o'rnatib yoqib beraveramiz. Bemalol. Mo'ri zigzag bo'lib chiqib ketgan. Old tomoni ablisubga o'g'ishdan bo'lgan. Buni afzallik tomoni kafil qilmish, shuvoq qilmish, shunday uyda ko'rki bo'lib turadi. Orqa tomonini ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu orqa tomoni bo'ladi. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavha nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.